Bitta shunaqa eski Matiz'ni puliga nima olsa bo'ladi akalar. Videoda orqasiga kuzatuvdilar. Shunaqa bitta eski Matiz'ingiz puliga men sizga bitta 10x qilib bersam, nima deysiz? Shu videoga bitta like bosib, videoda orqasiga kuzatib turing. Men sizga to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Bu ma'lumotimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lmasa, keyingi ma'lumotlarimiz balkim sizga qiziq bo'lib qolar. Bitta podpisatsiya tashlab, shu videoga bitta like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Bu 10x Redline hech qanaqa LTZ yoki Premier emas. Xuddi shunaqa 10x Redline'imizni $3700 boshlang'ich to'lov to'lab, bemalol Asaka avtosavdodan hayd qilib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, bu avtokredit asosida bo'ladi. 2 yildan 5 yilga doir bemalol hayd qilsanglar bo'ladi. Oylik to'lovlari ham arzon chiqadi, yillik foizlari ham arzon chiqadi. Xo'p, sizlarga oylik to'lovlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, direktimizga oylik to'lov 10x deb yozsangiz, sizga o'zimiz tashlab beramiz. Bemalol Asaka avtosavdoga kelib, o'zingiz 10x'ingizni hayd qilib ketsangiz bo'ladi. Bir kun ichida xudo xolasa rasmiylashtirib, mindirib chiqaveramiz.